Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 29-oktyabr. Qo'limdagi dori shilli qurtlarga qarshi dori ekan. Xo'sh, turuplarimiz mana oq turupimiz, ya'ni qizil turupimiz, daykolla, qizil daykolla hozir shu holatda 6-sentyabrda ekilgan yerga. Keyin bitta orasidagi o'tlarni tesha chopiqda chopib tashalgan. Xo'p, yaqindagina bitta yulib ana qilsam, qarasam, endi men siz boshqa nimalar bilan e'tibor qilmay sal kech qolman. Yon berlarini sal anaqa qilib qo'yibdi. Shilli qurtlar yarabdi deydimi kimdir, nima deydi? Shunaqa mana buni ham tepasidagi o'xarni qurtib qo'ygan ekan. Shunga o'samabdi. Qisqasi mana mashinani ham mana shilli qurtlar bunday yarab ketgan edim mana shunaqa. Короче, shilli qurtlar zarar keltirganda, nima bo'lgan taqdirda ham shilli qurtlar zarar keltirgan. Shunga endi hozir kech bo'lsa ham mayli deb dorisini olib keldim. O'zi bizning anaqada salatlarimizga shilli qurtlar uncha anaqa emasdi. Ancha bo'ldi unaqa turib nimalar ekmaganimga. E'tibor qilmadim. Qurt qumursqalarga shiraga dor sepib turildi. Yani ulitkasi hayolimga ham kelmadi. Kechagina bir anaqa qilsam, nima deydi? Yulib ko'rsam shilli qurt nima qilgan ekan, shunga bir internetdan qiziqsam, mana shu anaqasi tarkibidagi nima deydi, короче, mashina yaxshi deb anaqa qildi-da. Groza degani shu anaqasi yaxshi ekan. Tarkibi metaldegid deb qo'yibdi. Metaldegida. Короче, shu anaqalarga, mollyuskalarga, ulitkalarga, mana shilli qurtlarga shu yaxshi ekan. Shuni tavsiya qildi do'konchi ham. Internetdan qiziqib ko'rganimda ham mashina yaxshi dotdi. Buni sepib chiqar ekan dalaga. Endi bu qimmatga aylandi. Bu donasi 25 ming so'mmi sotar ekan. Mana shu turishi. Endi men o'zimiz ham mahalladagi anaqadan oldim. Optimroq joyida balki arzondir, 10 ming turar balki. Chunki bunaqa dorilarni optim joydan olganimda bir 2 mingdan olsam, aynan shuni emas, mana shunaqa tepa upakovka dorilar. Men mahalladagi do'kondan olsam 10 minglab qo'yib qo'yardi. Ustiga katta raznica qilib qo'yib olardi dorini. Bu ham balkim optim joyda arzondir. Kilolab olsa arzonga tushar. Men ikkita oldim, mana shu bir sotuv maydonga 200 gram olib sepmoqchiman. O'zi buni kitobida yozib qo'yishcha, mana shu anaqasida yarim 30 kvadratdan biz 40 kvadratgacha sepsa bo'ladi deb qo'yibdi. Hozir endi men aylantirib, aylantirib sepib chiqaman. Xudoga shukr, turublarimiz zo'r. Alhamdulillah yaxshi bo'pti. Kalrabilar ham zo'r. Qoyil qolgan joyim shu kalrabi bo'ldi. 15-16 ekilganda ular. Hozir mana 29-oktyabr bo'lsa, 1,5 oyda yetildi-da. Mayli 1,5 oyda yetiladi, просто sentyabr 16-si salqinda, уже ancha salqinda. Mana уже bular yetildi-da bular. Bu hal dash yana o'sadi. Просто endi уже sotuvga tayyor bo'ldi. Eng ideal mashina ekan, mana shu holatda. Yesa chotki ekan, mazasi ham o'zi ham zo'r. Beozor narsa ekan deb ham bor. Просто sotilmayotgani yomon bo'ldi. Xo'p, qani ko'ramiz buni endi. O'zi kechqurun sepishim kerak edi, ya'ni endi hozir kechqurun sepaman deganimcha 4 kun o'tib ketdi уже. Olib kelib qo'yganimga. O'shanga hozir kech salqin tushib qoldi. Sepaveraman, xudo xolasa. Endi buni ta'sirini ko'ramiz endi. Qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi ta'sir qilsa kerak, lekin chaynab bo'lgan turiblarni. Endi men hali o'sish davom etyapti. Yana dash chaynamasin deb olib kelib anaqa qildim-da. Qizil turuplarim o'zi birinchi marta ekishim. Salomat bo'lasizlar. Bu shilli qurtga yaxshi chorasini bilganlar bo'lsa, etsanglar, keyin safar boshqacha chora ko'rarmiz balki.
Buni shu ekishdan boshlab tashlashim kerak ekanda o'zi shu narsani. Ekkandan boshlab tashlashim kerak ekanda o'zi. Sal kech qolib ketdimmi? Sal emas, yaxshigina. Mayli endi hechdan ko'ra kech deydi-yu. Nima bo'lsa, hali yana bir oy semirish jarayonida ana turib topdik. Bu yoqqa keldilar endi shilliqutlar hammasi o'rtoqlarni chaqirib kelmasin tag'in. Sotolmay o'tirmaydi tag'in. Salatlarni xudoga shukr sotib oldik. Salatlarimizga zarar keltirmaydi. Aybeklarga ham unchalik deyarli anaqa qilmaydi. Mashina yomon chaynab tashlatdi-da, yer tegdi bo'lgani uchun ildizi bilmaman, pishgandan keyin yulib ko'rdim-da o'zim ham pishgandan keyin emas, shakliga kirgandan keyin.